Erondagi noroziliklar ortida kim turgani fosh bo'ldi. Xudoning marhamati bilan Eron xalqi fitnaning belini sindirdi. AQSh Yevropaga ochiq iqtisodiy urush e'lon qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bu harakatni ochiqcha shantaj deb atadi. Yevropa ittifoqi taslim bo'lmasligini bildirdi. Ukraina frontda yolg'iz qoldi. Rossiya qaqshatqich zarba bermoqda. AQSh va Yevropa Grenlandiya bilan ovora, biz esa yolg'iz qoldik. Ramzan Qodirov yolg'oni fosh bo'ldi. Uning o'g'li chindan ham og'ir ahvolda. Biroq ma'lumotlar videoning yo'l transport hodisasidan bir kun oldin olinganini ko'rsatmoqda. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda videoga albatta like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli registratsiya va dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, uydamleniya, spravkalar, proverka bazalar va yana 20 ga yaqin xizmatlarimiz mavjud. Muhim eslatma, Amin ilovasi ishlamayotgani sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu ishonchli xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Eron oliy rahnamosi Ali Xomanayning so'nggi bayonoti va Donald Trampning unga bergan javobi Eron inqirozining qanchalik keskin bosqichga kirganini yaqqol ko'rsatdi. Xomanay ilk bor omma oldida so'nggi noroziliklar vaqtida minglab odamlar halok bo'lganini tan oldi. Biroq bu qirg'in uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi, aksincha, u AQShni aybladi va Donald Trampni Eron xalqiga yetkazilgan qurbonlar, zararlar va tuhmatlar uchun jinoyatchi deb atadi. Xomanayga ko'ra bo'layotgan voqealar tashqi kuchlar, xususan AQSh va Isroil tomonidan atayin uyushtirilgan. Oyatulloh Ali Xomanay qonli namoyishlardan so'ng ilk bor davlat televideniyasi orqali nutq so'zladi. U o'z murojaatida namoyishlar ko'lamini tan olishga majbur bo'ldi va aniq sonlarni tilga oldi. U bu o'limlarda xavfsizlik kuchlarini emas, balki fitnachilar va ularning orqasida turgan xorijiy kuchlarni aybladi. Xomanay Trampni to'g'ridan-to'g'ri jinoyatchi deb atadi. Ushbu tartibsizliklarda bir necha ming kishi halok bo'ldi. Ba'zilar g'ayri insoniy vahshiyona tarzda hayotdan ko'z yumdi. Bu fitnachilar odamlarga ozor berish orqali minglab kishilarni o'ldirishdi. Biz AQSh prezidentini jinoyatchi deb hisoblaymiz. U nafaqat talafotlar va yetkazilgan moddiy zararlar uchun, balki Eron xalqiga qilgan tuhmatlari uchun ham aybdordir. U fitnachilarni ochiqdan ochiq qo'llab-quvvatladi va Amerikadan turib, biz sizni harbiy jihatdan qo'llaymiz deb xabar yo'lladi. U shuningdek namoyishchilar, masjidlar, shifoxonalar va o'quv markazlarini vayron qilganini ta'kidlab, ularni terrorchi va sabotajchi deb atadi. Xomanay xalqaro jinoyatchilar, ayniqsa AQSh va Isroil va ichki sotqinlar jazosiz qolmasligini ta'kidladi. Bu shunchaki norozilik emas, bu Amerika tomonidan tayyorlangan reja asosidagi fitna edi. Xudoning marhamati bilan Eron xalqi fitnaning belini sindirdi va shu kabi fitnachilarning ham belini sindirishi shart. Biz mamlakatni urushga boshlamaymiz, lekin ichki jinoyatchilarni va eng muhimi xalqaro jinoyatchilarni qo'yib yubormaymiz. Xomanayning AQShni jinoyatchi deb atashi Washingtonda javobsiz qolmadi. Donald Tramp ochiq bayonot bilan chiqib, ayblovlarni rad etdi va e'tiborni Eron rahbariyatining o'ziga qaratdi. Ali Xomanay meni ayblamoqda, ammo haqiqat shuki, u o'z xalqiga zulm qilmoqda. Minglab odamlar o'ldirilmoqda. Bu rahbarlik emas. Bu vahshiylik. Rahbarlik degani qo'rquv tarqatish emas. Rahbarlik degani odamlarni o'ldirish emas. Rahbarlik bu hurmat bilan boshqarishdir. Eron bugun yashash uchun eng yomon joylardan biriga aylangan. Buning sababi sanksiyalar emas. Buning sababi yomon va shafqatsiz rahbariyat. Men AQShni qanday boshqarsam, davlat shunday boshqarilishi kerak. Qonun bilan, mas'uliyat bilan, xalq manfaatini o'ylab. Ali Xomanay kasal odam. U mamlakatini rivojlantirish o'rniga xalqini yo'q qilmoqda. Shuning uchun men aytaman, Eronda yangi rahbariyat vaqti keldi.
Bugungi manzara shundan iborat. Eron jamiyati chuqur g'azabda, rejim esa qonli narx evaziga bo'lsa ham o'zini saqlab qoldi. Bu rejimning axloqiy mag'lubiyati, ammo siyosiy jihatdan u hanuz tik. Eng muhim xulosa shuki, AQSh qanchalik urinmasin, tashqi bosim, tahdid va hatto cheklangan harbiy zarba bilan ham Eron rejimini qulatib bo'lmaydi. Rejim faqat ichkaridan xavfsizlik tizimi yoki elita ichida jiddiy yorilish yuz bersagina qulash ehtimoliga ega. Hozircha esa raqamlar va faktlar bitta haqiqatni ko'rsatmoqda. Qon to'kildi, minglab odamlar halok bo'ldi, ammo tizim baribir saqlanib qoldi. Dunyo yangi va xavfli geosiyosiy vaziyatga guvoh bo'lmoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning Grenlandiyani sotib olish haqidagi eski g'oyasi endi shunchaki bayonot emas, u real bosim vositasiga aylandi. Bu bosim esa G'arb ittifoqini ichidan yemirishi mumkin. Tramp 1-fevraldan boshlab 8 ta Yevropa davlatiga 10% boj solig'i joriy etishini e'lon qildi. Agar iyungacha Grenlandiya bo'yicha kelishuv bo'lmasa, tariflar 25% ga chiqadi. Bu oddiy savdo mojarosi emas, bu ochiq majburlash. AQSh Grenlandiyani bering, bozorda qoling degan pozitsiyani tanlamoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Daniya, Norvegiya, Shvetsiya, Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, Niderlandiya va Finlandiyaga nisbatan bojlar joriy etilishini e'lon qildi. Uning qayd etishicha, 1-iyundan tarif 25% ga oshiriladi. Bojlar esa Grenlandiya to'liq va yakuniy jihatdan qo'lga kiritilmagunicha amal qiladi. Trampning so'zlariga ko'ra, AQSh uzoq yillar davomida Daniya va Yevropa ittifoqining barcha mamlakatlariga subsidiya berib kelgan. Endi esa ular Grenlandiyaning olinishiga faol to'sqinlik qilib, xavfli o'yin qilishmoqda. Avvalroq Oq uy ma'muriyati rahbarining o'rinbosari, AQSh prezidentining ichki xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Grenlandiyani faqat uni himoya qiladiganlargina nazorat qilishi mumkinligi, Daniya esa bunga juda kichiklik va ojiz qilishini aytganda. Shu haftada Daniya va Grenlandiya tashqi ishlar vazirlari Oq uyda AQSh davlat kotibi Mark Rubio va vitse-prezident Vance bilan uchrashuv o'tkazdi. Lekin Amerikaning Grenlandiya bo'yicha nuqtai nazarini o'zgartirishga erisha olishmadi. Yevropa mamlakatlari orolga o'z harbiylarini jo'natishga tayyorligini bildirgan, ammo Oq uy matbuot kotibi Caroline Levittning so'zlariga ko'ra, bu AQSh prezidentining rejalariga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Trump Grenlandiyani AQSh xavfsizligi uchun hayotiy muhim deb ataydi. U Oltin gumbaz nomli $1 trillion raketaga qarshi mudofaa tizimi uchun orol zarur ekanini ta'kidlamoqda. Uning fikricha, Yevropa davlatlari AQSh himoyasidan foyda ko'rib kelgan. Endi buning narxini to'lashi kerak. Grenlandiya javobi: Grenlandiya poytaxti nukta aholining 10% norozilik namoyishiga chiqdi. 56 ming kishilik aholi jamiyati uchun bu juda katta ko'rsatkich. Plakatlar aniq edi: Grenlandiya sotilmaydi. Daniya hukumati va Grenlandiya rahbari Jens Frederik Nielsen qat'iy bayonot berdi. Grenlandiya bu yer emas, bu xalq, uni sotib bo'lmaydi. NATO va G'arb birligi savol ostida. Bu vaziyat NATOning o'zi uchun sinov bo'ldi. Qanday qilib bir ittifoqchi boshqasini hududidan voz kechishga majbur qilishi mumkin? Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bu harakatni ochiqcha shantaj deb atadi. Yevropa ittifoqi taslim bo'lmasligini bildirdi. Eng qizig'i Kanada misoli. Mark Carney strategiyasi ostida Kanada AQShga qaramlikni kamaytirib, Xitoy va boshqa dunyo bilan savdoni 14% ga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Bu Yevropa uchun ham yo'l xaritasi bo'lishi mumkin. Agar Tramp o'z ittifoqchisini iqtisodiy jazolashda davom etsa, Yevropa davlatlari ham Washingtondan uzoqlashib, Pekin va yangi iqtisodiy bloklar sari yuzlanishi hech gap emas. Ukraina bugun nafaqat Rossiya tomonidan urush ostida, balki xalqaro hamjamiyatning diqqatini jalb qilishda ham yolg'iz qolgan. Moskva o'z energiya va harbiy strategiyasini tizimli ravishda kuchaytirgan. Bir paytda AQSh va G'arb davlatlari Grenlandiya, Eron va boshqa global mavzular bilan ovvora. Natijada Ukrainaning halokatli inqirozi yetarli e'tibor olmayapti. Rossiyaning energetika va infratuzilmaga qilingan muntazam hujumlari Ukrainaning qish faslida yuzlab minglab aholisi elektrsiz va isitishsiz qolishiga olib kelmoqda. Xarkovda 400 ming kishi, Kiyev yaqinida 56 ming oilaning elektr ta'minoti uzilgan. Favqulodda holat e'lon qilindi, ammo Rossiyaning hujumlari davom etmoqda va har bir yangi zarba Ukrainaning barqarorligini yanada susaytiradi. Shu bilan birga AQSh prezidenti Donald Trump va G'arb davlatlari boshqa geosiyosiy masalalar bilan band. AQSh Grenlandiyani sotib olishni o'ylamoqda. Eron bo'yicha diplomatik qarorlar qabul qilinmoqda. Yevropa ittifoqi esa Grenlandiya bilan tortishuvlarda diqqatni sarflamoqda. Bu esa Ukrainani nafaqat Rossiya qo'shinlari bilan, balki global siyosiy e'tiborsizlik bilan yolg'iz qoldirmoqda.
Rossiya Ukraina energiya tizimini vayron qilmoqda. Xarkovda 400 ming, Kiyev atrofida 56 ming oilaning elektri uzildi. Shaharlarimiz sovuq va qorong'uda qolmoqda. AQSh va Yevropa Grenlandiya bilan ovora, biz esa yolg'iz qoldik. Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezidagi noqulayliklarni kamaytiradi, jinsiy faollikni qo'llab-quvvatlaydi va organizmning tabiiy quvvatini tiklaydi. Atigi 5-7 kun ichida sezilarli o'zgarishlar. O'zingizni yengil, baquvvat va ishonchli his eting. Muammolaringiz ortda qolishi uchun endi uzoqqa borishingiz shart emas. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Buyurtma berish uchun hoziroq ekraningizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz yordam kutmoqdamiz. Elektr importini tezlashtiring. Qo'shimcha uskunalarni yuboring. Ukraina chidashni biladi, lekin global hamjamiyat e'tiborsiz qolganda bu kurashimiz yanada qiyinlashadi va har bir kun insoniy azobga aylanadi. Shu kunlarda Ukraina delegatsiyasi AQShga yetib bordi. Prezident Donald Trump ma'muriyati bilan muzokaralar olib borish uchun. Zelenskiy ofisi rahbari Budanov delegatsiyaning asosiy maqsadi Rossiya hujumlarining Ukraina aholisiga qanday zarar yetkazayotganini to'liq yetkazish ekanini bildirdi. Zelenskiy shuningdek Rossiyaning doimiy hujumlari diplomatik jarayonni deyarli samarali bo'lmasligini va odamlar orasida ishonchni yo'qotayotganini ta'kidladi. Amerika tomoni bu holatni tushunishi kerak. Ukraina hech qachon va hech qaysi sharoitda tinchlikka yo'l to'suvchi bo'lmagan, dedi u. AQSh va Ukraina 20 bandlik tinchlik taklifi tayyorlagan, ammo Rossiya hali bu borada munosabat bildirgani yo'q. Moskva oxirgi oylarda hududiy majburiyatlar va NATOga qo'shilmaslik kafolatlarini talab qilgan. Zelenskiy yana Rossiyani tinchlik jarayonidagi to'sqinning sababi deb aytdi va diplomatiya harakatining natijasi hamkorlar qo'lida ekanini ta'kidladi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov o'g'li Adam Grozniydagi yo'l transport hodisasini omma e'tiboridan yashirishga harakat qilmoqda. U hodisadan keyin o'g'li soppa-sog' ekani va barcha yaxshi ekanini ko'rsatishga urinyapti. O'z Telegram kanalida Adam ishtirokidagi videoni ham e'lon qildi. Biroq bu video yo'l transport hodisasidan bir kun avval olingani fosh bo'ldi. Hukumat sukut saqlab, ommaviy axborot vositalari voqeani deyarli yoritmayapti. Faqat mustaqil manbalar orqali hodisa tafsilotlari ma'lum bo'lmoqda. Grozniyda 16 yanvar kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning 18 yoshli o'g'li Adam bilan bog'lanmoqda. Manbalarga ko'ra, Adam boshqaruvidagi mashina yuqori tezlikda to'siqqa urilgan. Hodisa oqibatida orqadagi avtomobillar ham bir-biriga urilgan. Jabrlanganlar soni aniqlanmagan, ammo 3 nafar Adamning tan soqchisi jarohat olgani ma'lum bo'ldi. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda UFC chempioni Hamzat Chimayev halok bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi, ammo keyinchalik u tirikligi va Dubayda tasdiqlandi. Hodisadan keyin Adam Grozniydaligida-yoq o'ziga kelgan va shifokorlar uning ahvolidan xavotirda bo'lmagan. Jabrlanganlarning ba'zilari Moskva shifoxonalariga yetkazilgan. 17 yanvar kuni Ramzan Qodirov Telegram kanalida Adam ishtirokidagi videoni e'lon qildi. Videoda u respublika kuch ishlatar tuzilmalari komandirlari bilan yig'ilish o'tkazib, saylovlar xavfsizligi, ekstremizmga qarshi kurash va huquq-tartibot organlari hamkorligini muhokama qilgani aks etgan. Biroq ma'lumotlar videoning yo'l transport hodisasidan bir kun oldin olinganini ko'rsatmoqda. Adam Qodirov Checheniston rahbarining eng taniqli farzandi. U xavfsizlik tizimida bir qator yuqori lavozimlarni egallagan. Checheniston rahbari xavfsizligini ta'minlash bo'limi boshlig'i, Rossiya Ichki ishlar vazirligining mintaqaviy bo'limi kuratori va Checheniston xavfsizlik kengashi kotibi. 2023-yilda u tergov izolyatorida Nikita Juravelni kaltaklagani aks etgan video bilan omma e'tiboriga tushgan va turli mukofotlarga sazovor bo'lgan. Hozircha Adam Qodirov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi bo'yicha rasmiy izoh berilmagan. Checheniston ommaviy axborot vositalari esa voqeani chetlab o'tmoqda. Bizda hozircha shular. Voqealar rivojini aynan bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni, muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.